Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanınki her qaysı joylardaki Uygur tilini anlap düşündüğün barlık dostlar. Hammalarınki muşu vakti ve bunun iki vakti hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan Süleymaniye Camii'nin keşidin silerge salam berip canım dostlar. Bu burun Erkin Sıdıq akimizдің bu ilimdar kişilerin 7 adetinde bir dersi boğan. Aşı çağılda şu kitabın resmini çıkarıp barlık qarindaşlarga bu kitabını teşvik qilib qo'ygan Erkin Sıdıq akimiz. Hem özünün yazgan kitabı mı bizning nashriyatdan chiqqan kitapta şu ilimdar kişilerin 7 adet to'g'riliq ma'lumotlarni bor qadirli qarindaşlar. Şehidin bu kitabın kısaca mezmununu tep okuvasanlar buludu. Ondan başka biz her şembe günü şu vakitlerde birlikte bu kitabını birlikte ügünüp kelgen. Bugün şunun devamı birinci bölüm tügüdü. Hazır ikinci bölümü öttek. Yekke dairesindeki muvaffakiyet yani tayiniştin mustakillikka degen mezmun. Özüre tayiniş mezgili bu aldığınki saatte körep ötken cedvel müstakillik mezgili tayinişcan mezgil degen bu resimni körvasanlar buludum. Üçüncü birinci adet aktif teşebbüskar bol. Yekkinin arzu prinsipi degen mezmunken bunun başka biz bu ötken yılı Mustafa İslam oğlu ustazının ki belki aldığım yılı buluş gerek pas yaxşıdın aktif yaxşıga diyen kitabını birlikte ügünüp bunu qarindaşlarga sungan onu tedbir yay tor radyosunu tepip anlayalayısıyla yoki olmasa tor betimizden düşürüp okusanlar buludu. İnsan tabiati paslıkka emas teşebbüskarlıkka mayıldır. İnsan belgilik şeraitte taşqi dünya qarata inkas qaytırıpla qalmasdan yana teşebbüskarlık bilen paydalık fursat, şerait yaratış imkaniyatigimi iya. Teşebbüskar buluş, telvilik, karanlık kılış yoki ig'vogarchilik qilish emas, belki fursat yaratışda üzünün mesuliyeti barlığını tonup yetiştir. Diyen kısaca bir mezmun. İnsaniyet cemiyetine nispeten toxtalsız izlenip hayatının kıymetini yükseldiriştin mi artık xuşallık bulması gerek. Henry David Thoreau Amerikalık edip feylasufniki kıstırma sözü bilen dersimizde bu babını başlap gitimiz canım dostlar. Ushbu kitapni okugan vaqtingizda kallangizni chulg'uvagan turlik ramkalardan qutulib, diqqatingizni uyingizdagi ma'lum bir nuqtaga markazlashtiring. Ondan tuvandagi masalalarni mulohaza qilgach, o'zingizga objektiv baho berib beqing. Etrafingizdagilarning nazari bilan o'zingizni kuzatalamsiz. Hozirgi ruhiy holat va kayfiyatingizni tasvirlab beralamsiz. O'pcho'ringizdagi ishlarga inkosingiz qandaqroq? Mengiz qandaq xizmat qiladi? İnkosingiz tizmi? Bu psixik sınaq. Bu psixik sınaqning maqsadidan gangiratamsiz. Yuqoriqilar insoniyatga xos bo'lgan ruhiy faoliyatlardir. Hayvonlarda bu xil o'zini tonish iqtidori mavjud bo'lmaydi. İnsanlarning barliq mavjudotlarning g'ujisiga aylanishi evlat terakki kılanışının sebebi del muşiyede.
Bu iqtidar yana o'zimizni va o'zgalarning tajriba saboqlarini yakunlash asosida o'zimizni tarbiyalashimizning asosidir. Derizini itveteyim. Özlük evimizga asasen, özümüzge qanday qaraydiganligimizga mundaqcha aytganda, özlük tefekkürümüzge obyektiv baho beralaymiz. İlmiy foydali ko'z qarashlarning hammasi özlük tefekkürünü asas qiladi. Bu xil tefekkür hareket pozitsiyasimiz ve muamele san'atimizga ta'sir ko'rsatadi. Şoňlaşqa uni insonning mohiyatini ko'rsatib beradigan xarita deb aytish mumkin. Mundaq özlük tefekkürü qalbdan qalbga yo'l ochadi-da, boshqalarni tushunishimiz osonga to'xtaydi. Mundaq bo'lmaganda boshqalarning ko'nglidagini o'z xohishlarimiz bo'yicha mo'lchallab qo'yib, turli xushmasliklarni paydo qilishimiz mumkin. Özlük an insondagi özlük tefekkürünün manbasi ichidagi omillardimi yoki jamiyatning cheklimasi ve muhitning ta'sir degandek tashqi omillardimi degan masalani aydınlaştırışımızda türkülük rol oynaydı. İctimai körgü. Mubada biz ictimai körgü, social mirror asasida, yani növbette evicilivatkan etrafımızdaki kişilerin oy fikir, düşünce, tefekkür endişesi asasida özümüzge baha birdikenimiz, bu güya şeytan eynek, şeklini özgertip körüsüdüğün eynekte öz eksimizni kögendekli bir iş buludu. Siz zadi vakitki ray kılmaysız. Siz nimişki hadise nersi kereklerine kalaymakan kılıvetsiz. Siz cezmen bir senetkar. İştihayınız rastlı yakşiken, utuk kazını alışınıza işenmeymen. Şönçülük addi işinime düşemediniz mi? Yuqorqiga o'xshash parch-purat baho so'zlari haqiqiy ma'nodagi sizga vakillik qilolmaydi. Ya'ni buni obrazingizga berilgan baho degandan ko'ra soyingizga berilgan baho degan tuzuk. Shubhisizki, yuqorqi baholar so'zlugüchining ko'z qarash va xarakter ojizligini ko'rsatib beradi. Navbatda moda bo'layotgan ijtimoiy tushunchalarda muhit ve şarait hal qilg'uchi rol oynaydi. Elbette biz muhit amilinin gayet zor ta'sirini inkar qilolmaymiz. Bazı hollarda o hatta taqdirimizni belgilab qo'yishi mumkin. Biroq o hargizmi muhit amili hammadan ustun turadi deganlik emas. Bu xil moda ko'zqarash asosida sizilib cemiyetning umumyuzlik e'tirof qilishiga erishgan ijtimoiy xarita umuman 3 turga bo'linadi. Bular inson tabiatini sharhlab beradigan 3 xil belgilamchilik, determinizm. Tabiat ve jamiyatdagi barliq hodisalarning jumladan kishi irodasi va xuluq mijozining qonuniyat ekanligini hamda ularning bir-biriga sabab bo'lganligini ta'kidlaydigan ta'limot debdi tarjimon. Yani determinizm. Bunu gayda yakka gayda özara almashtırılıp tatbiqlanadi. İrsiyat belgilemchiligi. Bu nazariyaning qarashicha odamning tabiati, mijoz xulqi ota bobolardan irsiyat qiladi. Mubada bir odamning mijozi o'sal bo'lsa, o halda bu kishining ota bobosining DNA'sida cho'qimki nachar xuluq mijoz tarkibleri mevcut. Hem de bu xil amil irsiyat şeklinde keyinkilerge evlat tatbiqlanadi. Üçüncü amil psixik belgilemchilik.
Bu qarashda insonning tabiati ota-onasining gap so'z, ish hareketlari tarafidan belgilanadi deb qaraladi. Masalan, mubadisiz, jur'atsiz, tortinchoq biror xatolik sodir qilsangiz, uzunquch o'kinib yuradigan odam bo'lsangiz, o halda bu ota-onangizning tarbiyalash usuli va bolalik sarguzashtlaringiz bilan zich munosabatlik. Siz ojiz ve güdek hesaplanadigan tayinish davrida uchragan qalb zidisi, ifodangizning nachar bo'lishi sababli yo'liqqan jazo, chetga qiqishlar, shuningdek boshqalar bilan silishtirilgan chog'dagi azobliq his tuyg'ular unutilmay sizga besim paydo qilgan bo'lishi mumkin deb qaraladi. Yana birisi muhit belgilamchiligi. Bu nazariyada inson tabiatining muhit omili tarafidan belgilanganligi ta'kidlanadi. Etrafdagi odam va ishlar, masalan, xo'jayin, jo'ra, vafosiz farzand, iqtisodiy ahvol, davlat siyosati deganlarning hammasi odamga ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi. Bu g'idiqlash va inkas qaytarishga oid bir rasm bor ekan kitobda, qadrli qarindoshlar. Bu üç xil xarita g'idiqlash, inkas qaytarish nazariyasi ustiga qurilgan bo'lib, tabiiy ravishda Pavlovning 1849-yildan 1936-yilgacha yashagan, ish haqida elib borgan tajribasini esimizga soladi. Mazkur tajribada ishni sinov qilish orqali odamning sharoitning ta'siri uchraydiganligi, shuningdek alohida inkas qaytarish shakli orqali turli g'idiqlashlarga qarata inkas qaytaradiganligi dalillangan. Yani bu şartlik refleks degan şu bo'lsa kerak, shu tajriba. Ondaqda o'ylab baqayli. Yuqorida tilga ilingan belgilamchil xaritalarning to'g'rilik darajasi va roli qanchalikdir? Bu xaritalarda insonlarning asli tabiati ro'shan gavdalanganmi, yo'q? Ichki prinsip asos qilinganmi yoki quruq gap satganmi? Tanlash erkinligi, g'idiqlash va inkas qaytarish orasida. Viktor Frankl 1905-yildan 1997-yilgacha yashagan, Avstriyada tug'ilgan, Amerikan nervi va ruhiy kasalliklar ilmiy professori. Ta'sirli ish izlari yuqorqi gumoniy qarashlarimizga ilmiy javob berishimizda bizni asos bilan ta'minlaydi. Frankl Freud psixologiyasining cho'nqur ta'siriga uchragan belgilamchilik qarashining yoqlug'uvchisi bo'lib, bu aqimdagilar bir odamning bolalik davridagi sarguzashti, uning axloq fazilati va xarakterini yaratadi hamda uning butkul hayotiga ta'sir ko'rsatadi deb qaraydi. Yahudi qon sistemasidan bo'lgan Frankl 2-chi dunyo urushi mezgilida natsistlar Germaniyasining jazo lageriga qamaladi. Ota-onasi, ayoli va qarindoshlari natsistlarning iblis changilida jon uzib, bir singlisi aman qoladi. O'zini yet kuchi xo'rliq tortib, qattiq qiynashga uchraydi hamda umidsizlik ichida hayotini davom etadi. Bir kun o nihoyatda tor bir sulaxonaga yolg'iz qamaladi. Bu chog'da uning vujudida tuyuqsiz bir xil yangicha tuyg'u paydo bo'ladi. Keyin o bu xil tuyg'uni insonning adoqi erkinligi deb ataydı. Gerçi natsistlar onun yaşaş muhitini kontrol qilib olgan, jismini nobud qilgan bo'lsa-mu, biroq u vujudidagi o'zlik engining yordamida turli ruhiy asorat ustidan g'olib kelib, bir kuzatuvchi salohiyatida o'z qismatlari haqida fikr yurgizadi. Sirtqi g'idiqlashning o'ziga bo'lgan ta'sirini mo'ljallaydi. Hamda o'zida qismat, ya'ni g'idiqlash va qismatga qarata inkas qaytarish shaklini tanlash erkinligi va iqtidorini
yetildirishga başlaydı. Bu jarayonda u o'xshamagan holatlarni tasavvur qilib boqdi. Alayliq, jazo lageridan qutulgandan keyin o'qitish munbirida o'quvchilarga o'zining azob-uqubatli qismatlari davomida yakunlagan qimmatlik tajriba savoqlarini so'zlab berishni, ularga o'zining sarguzashtlariga qarata aql ko'zi bilan nazar selishi lozimligini deyishni xiyol qiladi. O yana tasavvur ve hatırısıga tayinib, qalb, aql, fazilat jihatda o'zini kontrol qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib boradi. Vücududaki erkinlik ilmetlerini kun siri tavlab, narsistlarning zulm kishanlaridan g'olib kelalaydigan ruh yetildirdi. Maddi muhit jihatda narsistlar qaror qilish huquqi ve erkinligiga ega bo'lsa-mu, biroq Frankl texmi katta erkinlikka, ya'ni o'z tanlashini ishga oshirishga imkon beradigan kechiringlar. Biroq Frankl texmi katta erkinlikka, ya'ni o'z tanlashini ishga oshirishga imkon beradigan, narsistlarning zulm kishanlaridan qutulishga yordam beradigan ruhni hozirlaydi. Bu kuch boshqa mahbuslarga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Hatto zindon qarovulimi mahbuslarning mushundaq jafoliq sharoitimi hayotning qimmati haqida izlanib, o'zlarining izzat hurmatini qaytadan tiklash yo'lidagi tirishchanligiga yordam qildi. Frankl eng jafoliq sharoitimi insoniyatga xos o'zlik engini ishga solib, g'idiqlash ve inkas qaytirish arasida inson hamon tanlash fursatiga ega ekanligidan iborat muhim zakonni qazib chiqqan. Tanlash erkinligi insonning o'zini tonish iqtidoridan boshqa navbatdagi mavjud reallikdan halqib o'tib, mingimizda yangicha obraz yaratish iqtidoriga ega tasavvur kuchi prinsipda chiq turib, ideya söz hareketimizden doğru hatalık hüküm kılış, hak, naqni farq etish iqtidoridan iborat to'g'ri bilim, shundaqla hech qanday tashqi omilning ta'siriga uchramasdan o'zimizga xos ong, mavqeda ching tura oladigan mustaqil irodadan iborat 4 xil to'g'ri iqtidorni o'z ichiga oladi. Qayt o'qay, tanlash erkinligi insonning o'zini tonish iqtidoridan boshqa navbatdagi mavjud reallikdan halqib o'tib, mingimizda yangicha obraz yaratish iqtidoriga ega tasavvur kuchi prinsipda ching turib, ideya, so'z harakatimizning to'g'ri xatoligiga hukm qilish, haq nohaqni farq etish iqtidoridan iborat to'g'ri bilim qo'shtirnoq ichida, shundaqla hech qanday tashqi omilning ta'siriga uchramasdan o'zimizga xos ong, mavqeda ching tura oladigan mustaqil irodadan iborat 4 xil to'g'ri iqtidorni o'z ichiga oladi. Boshqa jonliqlar aqliy iqtidor jihatda har qancha taraqqiy qilgan holatda yuqorgi to'g'ri iqtidorlarga ega bo'la olishi aslo mumkin emas. Kompyuter programmasini naql qilib o'ylab boqaylik. Hayvanlarning programmasi tabiiy tuyg'u va mashqlantirish asosida shakllanadi. Mashq qildirish orqali ularni inkas qaytara oladigan holatga keltirgili bo'lsa-mu, biroq ular mashqqa mas'ul bo'la olmaydi. Boshqa qilib aytganda, hayvonlar mashq jarayoniga yetakchilik qilishga, programmani o'zgartirishga qodir emas. Hatto bularni his qilib yetolmaydi. Aksicha inson programmani o'zi tuzdi. Bu jarayonda tabiiy tuyg'u va mashqning cheklimasiga uchramaydi. Shu sabablik hayvonlarning iqtidori cheklimilikka ega, insonlarning bo'lsa chekliminsizdir. Mubada inson hayvonlarga o'xshash tabiiy tuyg'u va muhitning ta'siriga uchrasa edi, u holda taraqqiyot fursati nihoyat chekli bo'lgan bo'ladi. Hali yaxshi biz bunda cheklimiga uchramaymiz. Şunlaşqa özümüzni qazish va taraqqiy qildirishga ahamiyat beradiganlar bo'lsak, turlik yoshurun iqtidorlarimizni joriy qildira olamiz.
Gıdıklaş ve gıdıklaş kartı inkas qaytırış davamındaki tanlaş ihtiyarımız bizning en zor iktidarımızdır. Aktif teşebbüskar buluşqa iniqlama. Frankl türmedeki vaqtida inson tabiatiga munosabatlik bu intayin muhim bir prinsipni bayqagan hamda uni tuvandagi isxema orqali ifodalagan. 2.3 resimga qarang debdi. Resimga qaraydigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, inkas qaytırış, tanlash erkinligi, g'idiqlash deb. Tanlash erkinligining ikki tarafida inkas qaytırış bilan g'idiqlash bor ekan. Onun ostida ang, tasavvur, o'zlik engi, mustaqillik irodasi deganlar bor ekan, jinim do'stlar. Biz mushu prinsip asosida ish unumi yuqori kishilar cho'qim hazırlash zarur bo'lgan odat, aktiv teşebbüskar buluşunu şerhilaymiz. Aktif teşebbüskar buluş bir adamın iş, hareket pozisiyasiga emas, yani öz hayotiga mas'ul bo'lishi lozimligidan direkt beradigan uqumdir. Shaxsning ish faoliyati tashqi muhit omilidan mustasno holda onun ixtiyori tanlash asosida vujudga chiqadi. Odamda foydali tashqi muhit yaratishga intiladigan aktivlik ve mesuliyet buluş gerek. Mesuliyetçilik, responsible sözü mesuliyetçilik, responsible sözü tüzülüş şeklinden qaraganda inkas qaytıra alaydigan buluş diyen ma'nini berdi. Aktif teşebbüskar kişiler özlerinin iş hareketini qandaqdır muhit, tashqi sharoit yoki boshqalarning ta'sir asorati kuchab qo'ymaydi. Muomala san'ati jihatda ular tashqi omil yoki birdamlik his, hayajon asosida emas, balki qimmat qarash asosida ish ko'radi. Aktiv tashabbuskor bo'lish insonning tug'ma tabiati. Hayatımızın tashqi sharoitning cheklimasiga uchrab ketishi bizning onglik yoki ongsiz ravishda tashqi sharoitning kontrolligini tanlaganligimizdandir. Bu xil tanlash passivlik deyiladi. Passiv odamlar havo rayining ta'siriga uchraydi. Havo ochiq kunlarda ularning kayfiyati soz bo'ladi. Havo tutuq kunlari bundaq odamlar oson ruhsizlanadi. Aktiv tashabbuskor kishilarning qalbida bir xil ruhi hazırlık bo'lg'achqa havo rayidagi har qanday o'zgarish ularning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ularga nisbatan qimmat qarash halqiliq omildir. Ular xizmat hammadan muhim deb qaraydi ekan, havo rayining qanchalik nacharlashib ketishidan qat'iy nazar, ularning kasbni qadrlash ruhida qilchilik o'zgarish bo'lmaydi. Pasif kishilar ijtimoiy klimatning ta'siriga uchraydi. Boshqalar izzat, hurmat bilan muomala qilsa, ularmi kishilarga illiq chiroy ochadi. Aksicha bo'lsa, ruhiy mudofaa holatiga o'tib oladi. Kayfiyatining yaxshi yomon bo'lishini boshqalarning so'z harakatidan ko'radi. Hadisini boshqalarning kamchilik orqali o'zini tushab qo'ydi. Aktiv tashabbuskor kishilarning aql parasti his hayajini üstüden g'olib keladi. Ular tafakkuriga tayinib o'zlarining qimmat qarashini belgilaydi. Hamda uni o'z ish harakatining ichki harakatlantirish kuchiga aylantiradi. Pasif kishilar tamoman buning aksicha. Ular hissiyat bilan ish ko'radi, asonli muhit va sharoitning ta'siriga uchraydi. Biroq bundaq deganlik hargizmo tashqi g'idiqlag'ich omillar, tashabbuskor kishilarga qilchilik ta'sir ko'rsatmaydi deganlik emas. Ularni bilib bilmay o'zlarining dunyo qarashi asosida tashqi dunyodan kelgan moddiy, ijtimoiy, psixik g'idiqlashlar qarata inkas qaytirish shaklini tanlaydi. Eleanor Roosevelt, Amerikaning sobiq prezidenti, kichik Rooseveltning xonimi, mundaq degan:
Özün halımıqaça hiç kim sana ziyankeşlik qılmaydı. Mahatma Gandhi şunun oqşaprak ketadigan, özüra yol qo'ysak izzat hurmatimizni hech kim tartib ololmaydi degan bir gapni aytgan. Ko'rinib turibdiki, eng zo'r qabohat fojianing vujudimizda yuz berish emas, balki fojianing vujudimizda yuz berishiga yo'l qo'yishimizdir. Hissiyat noktasını aytganda bu xil ko'z qarashni qabul qilish damallıqqa taski to'xtaydi. Hammadan qaqshab yuradigan odamlar uchun texmi shundaq. Tunigunki tanlash bugunimni belgilaydi deydigan angni haqiqiy qabul qiladigan kishilarla menda boshqa ish tanlash imkoniyatim bor edi deyilishi mumkin. Bir qatim men aktiv tashabbuskor bo'lish temasida nutq so'zladim. Nutq yerimlashganda bir ayol o'rnidan turib bir nimalarni deb chalvaqab kishilarning diqqatini chechib etdi. Birdan mikin o'zi xijillik his qilib qoldimi qandaq aytavur o'ltirib oldi. Biroq u yana atrofidagilar bilan bir nimalarni mulohaza qilib hech bir to'xtaydigandek qilmaydi. Ruhiy holatidan xushalliqqa chiqib turadi. Men buning vajini bilib beqish maqsadida uningdan ta'siratini ko'pchilik bilan o'rtoqlashishni xohlamaydiganligini so'radim. O xohlaydiganligini bildirib ig'iz ochdi. Sizlar mening sezgurashlarimni hargizmi tasavvur qila olmaysizlar. Men bir sestira. İlgili nihoyat fitnaxo'r. Holidan xabar olish qiyin bir bemorga qaragan edim. Hech ishim unga yaramaydi. Rahmat aytdi u yoqda to'sin, harisini qusur izlab men bilan zo'konlashatdi. Kunlarim shundaq zardigo'shlik ishida o'tadigan, bara-bara ochiqimni uydagilarni chiqaradigan bo'lib qoldim. Boshqa sistralarmi men bilan o'xshash hissiyatda edi. Biz hammamiz uningdan tezroq qutulishni tilaydik. Biroq siz bayatın aktif teşebbüskar bo'lish haqida so'zlaganda o'zimiz xohlamaguncha hech kim bizga ziyon sololmaydi. Azob uqubatning manbasi o'zimiz degandek gaplarni qilib edingiz. Siz bayatın so'zlaganda Köçürünglar. Siz bayatın so'zlaganda o'zimiz xohlamaguncha hech kim bizga ziyon sololmaydi. Azob uqubatning manbasi o'zimiz deganda gaplarni qilib edingiz. Dastlabida yuqorqi azob uqubatlarni o'zim tepib oldikanman deb o'ylab hukmingizni faqatla qabul qila olmagan edim. Turib qayta mulohaza qilib ko'rdim. O'zimdan menda rostli inkas qaytirish usulini tanlash iqtidori bağımeti deb so'rab ko'rdim. Neticede o'zimda bu iqtidorning borligini bayqadim. Birdilla ayni vaqtda haqiqatan azob uqubatga elib boradigan inkas qaytirish usulini tanlaganligimni, buni rad qilish imkoniyatimning mavjudligini e'tirof qildim. Shu an ixtiyorsiz o'rnimdan turib ketdim. O'zimni xuddi xatolikdan qo'l uzib yengich odam bo'lgandek his qildim. Kishilarga men erkinlikka erishdim, qafasdan qutuldim, endi hargiz boshqalarning muomalasining ziyonkashligiga uchramayman deb nido qilg'im keldi. Bizga ziyon soldig'ini fojianing o'zi emas, balki fojiaga qarshi qo'llangan nomuvofiq inkas qaytirish usulimizdir. Gerçi bu işler bizni cismani, ruhi, iqtisadi jihatdan ziyon uchratsimi, biroq axloq, fazilat va tabiatimizni ziyondan saqlab qolishimiz tamamen mumkin. Amaliyotda odam qanchaki jafoliq sarguzashtlarni boshdan kechirsa, irodasi shuncha tovlanadi. Yoshirin iqtidori texmi qizilib, qiyinchilikqa qarshi turish iqtidori yanama o'sidi. Balkim boshqalarni erkin mustaqil bo'lishga rag'batlantirishmi mumkin.
Biz başta tilga ilib o'tgan Frankl o'ng'ishsiz sharoitdami ma'naviy erkinlikni qo'lga keltirish uchun tirishib kurash qilgan hamda shu tirishchanlik orqali nurg'un odamlarga ilhom ato qilgan kishidir. Bulardan boshqa Vyetnam urush asarlaridan nurg'unlarining tarjimonimi bizga adaqqiy erkinlikning cheksiz kuch qudratini namoyon qilib berdi. Erkinlik ustiga qurilgan bu xil aktiv inkas qaytirish usuli ta hozirgacha lager madaniyati va urush asarlariga ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Eg'ir kasalga mubtalo bo'lgan yoki meyit turuqliq guldek yashayotgan odamlarni uchratganingizda qoyilligingiz qo'zg'alib, cho'nqur o'ylarga patgan bo'lishingiz mumkin. Bundaq odamlar jafo mushaqqat va muhitning ta'sirini halqib o'tib, hayotga texmi nuroniy qimmat baxsh etish orqali vujudini lazziga silib, nurg'un odamga ta'sir ko'rsatadi. Frankl kishilik hayotda asosli 3 xil qimmat qarash mavjud bo'ladiganligini qayd qilib o'tgan. Birinchisi tajriba saboq qimmat qarashi. Bu xil qimmat qarash har insonning o'z sarguzashtlari asosida shakllanadi. İkincisi ijodchilik qimmat qarashi. Bu xil qimmat qarash shaxsning ijodchilik asosida borliq keladi. Üçüncüsü pozitsiya qimmat qarashi. Bu xil qimmat qarash kishilarning saqaymas kasal kabi qiyinchilikqa yo'liqqandagi inkas qaytirish usulini ko'rsatadi. Bu 3 xil qimmat qarash ichida darajasi eng yuqori bo'lgani pozitsiya qimmat qarashidir. Ko'p yillik tajribamizga asoslangandimi, yuqorqi yakunning asosi bor. O'ng'ishsiz sharoit tafakkurning o'zgarishini keltirib chiqarib, kishilarning yangicha qarash asosida dunyoga, o'ziga, o'zgalarga yuzlanishiga turtki bo'ladi. İnsonni hayotning qimmati haqida o'ylantira oladi hamda turli qidiqlashlarga qarata qandoq inkas qaytirishni o'rgatadi. Bu xil yangicha nuqtai nazar yana kishilarning pozitsiya qimmat qarashini yuksaltirdi. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz Amerikalik yozuvchi Stephen Covey'ninki Unumdor kishilarning 7 odati degan kitob. Bu kitobninki 1-bo'lim tugab, 2-bo'limni birlikda o'rganayotimiz, qadrli qarindoshlar. Hamdaki mazmun tashabbuskor bo'lish. Bayatin nima dedik? Aktiv tashabbuskor bo'lishga aniqlama degan mazmunni ko'rdik. Tashabbuskor bo'lish. İnsanning mohiyati tashabbuskorlikda. İnsanlar muayyan sharoitga qidiqlashdan qarata inkas qaytirish iqtidoriga ega bo'lib qolmay, yana tashabbuskorlik bilan foydali sharoit yaratish imkoniyatiga ega. Biroq bu talvalarcha ish ko'rish, jidaltirish yoki ig'vogarchilik qilish deganlik emas. Balki insonda o'zining sharoit, fursat yaratish mas'uliyati borligini tonish deganlikdir. Men xizmetidan istifa bermoqchi bo'lganlarga texmi tashabbuskor o'z qiziqishi va iqtidoriga oid sinoqlarni ishlab beqishni, ko'nglidagi xizmatning hozirgi holatini tadqiq qilib beqishni, o'zi ishlash istikida bo'layotgan, urin duch kelayotgan qiyinchiliklarni mulohaza qilib ko'rishini umid qilaman. Zo'ru tepasi yana muvofiq usulda qarshi tarafga o'zining ular duch kelgan masalani hal qilishga yordam qila oladiganligini aytishni tavsiya qilaman. Mana bu hal qilish loyihasi shaklidagi o'zini namoyon qilish bo'lib, muvaffaqiyat qozonishdagi muhim maxfiyatlikning biridir. Maslahat so'rashga kelgan kishilar odatda bu xil usulning xizmat izlash va o'stirishda asqatadiganligini e'tirof qilishidi yo'q, biroq uni o'z amaliyatiga tatbiqlashni xohlab ketmaydi. Qiziqish va iqtidor siniqini nada ishlatishni
qiziqish va iqtidor sinfini nerede ishlashni bilolmayapman. Ma'lum soha yoki shirkat yo'liqqan qiyinchiliklarni qandoq bilgili bo'ladi? Bu jihatda kim menga ko'rsatma bera oladi? Ko'z qarashlarimni qandoq o'tirib qo'yishni bilmayapman. Nurg'un odam taqdirga tevinish yoki kimlarningdir yordamiga talmurish bilan ovora. Amaliyotda ko'ngildagidek xizmat har kimning o'z tirishchilik asosida qo'lga keladi. Uyda hech kimning mas'uliyatdan o'zini qochirishga yo'l qo'ymayman. Uyda hech kimning o'zining mas'uliyatidan qechishiga yo'l qo'ymayman. Yoki uyda hech kimning mas'uliyatdan o'zini qochirishiga yo'l qo'ymayman. Ularga har qanday qiyinchilikqa yo'liqishdan qat'iy nazar o'zlari amal topib bir taraf qilishini ta'kidlayman. Gerçi ballarımның yaşı kichik bo'lsa-mu, o'xshashla o'zingga bir amal qilinglar deyman. Balalarmi buningga odatlanadi. Mas'uliyatchanlikni ta'kidlash hargizmi birovning putqulini tushab qo'yganlik emas. Aktiv tashabbuskor bo'lish insonning tug'ma tabiati. Bu xil tabiatga hurmat qilishda eng bo'lolmagandimi qarshi tarafni bir dona aynak bilan ta'minlab, o'zini kam kutsiz, asli holatida ko'rish imkoniyatiga ega qilish kerak. Kishilarning pishib yetilish darajasi o'xshash bo'lmaganlikdan tayinish bosqichida turayotgan odamlarga nisbatan ziyoda yuqori talab qo'yib olish muvofiq emas. Ularga foydali sharoit yaratib berib, ularda asta-asta yetilib mas'uliyatchan ruh yetildirishga to'g'ri keladi. Pasiflikdan aktivlikka o'tish. Aktiv tashabbuskor bo'lish bilan pasiflik orasida osmon zamin farq bor. Aql bilan zan solsak, bular orasidagi farqning zo'rligi texmi ayon bo'ladi. Tashabbuskor bo'lish kishilik hayotdagi iqtidor va hosilat orasidagi muvozanatni ishga oshirishning muhim sharti bo'lib, 7 odatni yetildirishimizda kam bo'lsa bo'lmaydi. Kitabımızda bayan kılıngan başka 6 adetinin hemmisi aktif tashabbuskor bo'lishni o'ziga manba qilgan. Bu adetlarni o'z navbatida yana bizni aktif tashabbuskor bo'lishga undaydi. Mubada siz passiv holatga o'tib olsangiz, asonla boshqalarning ilkiga o'tib ketisizda o'ylab boqmagan qismatlarga duch kelasiz. Bir chaqlarda men ma'lum bir shirkatning pasivlik ishlab chiqarish ahvoli haqidagi muhokama yig'iniga qatnashib qoldim. Ayni vaqtda ularning iqtisodiy chekinishga boshlab, bu ularga nihoyat qattiq zarba bo'lgan ekan. Shu sababdan yig'in maydonini bir xil ruhiy sulg'unlik qoplab ketgan edi. Yig'inning birinchi kuni shirkatning hozirgi ahvoli tunishtirildi. Ko'pchilik birdek bir qism xodimlarni qisqartish orqali shirkatning mavjudligini saqlab qolish tashabbusini o'ttirib qo'yishdi. Natijada yig'indan keyin kishilarning demi texmo ichiga tushib ketdi. Ikkinchi kuni shirkatning kelgusi, shuningdek buningdan keyingi taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatgan omillarni cho'radigan holda muhokama olib bordik. Yig'in oxirlashganda kishilardagi sulg'unlik texmo kuchayib ketdi. Ko'pchilik birdek shirkatning ishlari texmo xaroblashadigan bo'ldi degan o'yda edi. Üçüncü kuniga kelganda ko'pchilik masalani boshqacha nuqtadan chiqib hal qilishni o'ylashdi. Ular navbatdagi vaziyatga qanday taqobil turish kerak? Masalani hal qilishning qanday chora-tadbirlari bor? Qanday qilganda ishlarga tashabbuskorlik bilan yuzlangili bo'ladi degandek aktiv tashabbuskor bo'lishga ilhomlantirilgan usulni sinab baqish o'yiga kelishdi. Shunday qilib, ular tushdan burun boshqarishni kuchaytirish va tannarxni tuvanlatish haqida. Tushdan keyin
bazarını qandaq etiş haqida muhakeme ilib bardı. Onlar yana aqliy muloza yürüyüş arqılıq şirketning hozirgi holatini o'zgartirishga munosabatlik bir necha xil amaliy önümlük çare üstüde izlenip muhakemeni texmo çoğunqurlaştırdı. 3 günlük yığın ahırlaşqanda yığın əhlinin ruhi keyfiyatı kötürülüp öz-özgü bolğan işençi zor derecede aşqan idi. Bu qatımqı yığın arqılıq ular tüvenliklik yekun çıqırıştı. Birinci, şirketimizde hazırki ahvalı degendek yaxşı emas. Belki qısqa müddet işide texmo načarlaşıp ketişi mümkün. İkinci, ilmi çare tedbirlerini kollanıp başquş usulümüzü ıslah qilish asasida tannarxni tüverletip bazar iyileş nispetimizni yuqori ko'taraymiz. Üçüncü, şirketning hozirgi holatini ilgirkidinmo yaxshi holatga keltirishga imkon bor. Faal harakat qilish bilan aktiv fikr qilishning farqi bor. Biz bugungilar emas, kelgusingimi yuzlanmasak bo'lmaydi. Amaliyotda biz aktiv pozitsiyada hozir ve kelgusiga tamamen yüzlenelaymiz. Mubada bu xil reallıqdan özümüzni qaçırdıkemiz o muhit ve şarait hem meni belgileydi deydiğen pasif kısmetke düşüp qalımız. Şirket, aile ve türlük ictimai kollektivlarni öz içine alğan her qandaq bir teşkilat teşebbüskarlık bilen icatçılıkni zich birleştirip aktiv teşebbüskarlıkni mizan qılğan şirket medeniyeti berpa qilish kerak. Hadisini Tangriga tevinib olturmasdan köpçülükning aql parasitiga tayinib ortaq qimmat qarash ve nişanni mustahkamlab berish kerak. Qadrli qarindoshlar, birlikte o'rganayotganimiz Amerikalik dağınlıq yazğıcı Stephen Covey'nin neçə milyonlarını besib taqıtılğan, nurgun tilga tərcümə qılınğan Ölümdar kişilerin 7 adeti degan kitap. Endi biz qalbingizga quloq soling degan mazmunni birlikte o'rganib, bugungi darsimizni mishada oyoqlashtiramiz, jinim do'stlar. Qalbingizga quloq soling. Biz özlük evimiz asasında ideya köz qarashlarımızga baho beraymiz. Bir adamın gap so'zi onun muhit qilib tutgan pozitsiyasini aks ettirib beralaydi. Pasif adamın gap so'zlarida hamisha mas'uliyatdan o'zini qochirish xohishi zahir bo'lib turdi. Azaldan mushundaq ish qiladigan odamman. Men tug'ilishimda mushundaq. Buni bir ömür o'zgartirmayman. Ondan başqa o meni tiriktirib saran qilib qo'yayli dedi. Mas'uliyat menda emas, kayfiyatimni belgiligini tashqi olmam deganlik bo'ldi ekan bu. Mening faqat vaqtim yo'q. Vaqt yana tashqi omilning qismiga tushib qoldi degan ma'noni bildirdi. Mubada ayolim texini sevirchen bo'ladigan bo'lsa, ha. Başkalarının iş hareketi benim iş ünümüge tesir köstüdü degenini köstüdü. Niyada yine bir nimdaken cedibel qadrli qarindoshlar. Aktif adam mundaq deydi, pasif adamlar mundaq deydi deb ikki xil cedibelde moşu deyişlerini qo'yapti. Mesela hiç ilacım kalmadı. Bu pasif adam degan gibi ekan. Aktif adam başka ihtimallik var mı yok sınap bakay. Men ezeldim mi şundak. Başka şey otursam bunu da o. O beni tiriktirip saran kılıp kuyaylı dedi. Önümlük ifadeleş usulünü tapalayım. Onlar kuşulmaydı. Muvaffaq imkas qaytira alayman. Mening qo'limning keladigan mushunchilik. Men texmi muvaffaq imkasni tanlay alayman. Qilolmayman.
men tanlayman. Amalsız men xalayman. Mubada munda bo'lganmas yaxshi bo'lardi. Men planlayapman. Yani bu ikisinin farkı qadrli qarindoshlar. Yuqorqi jadvaldagi gap so'zlar belgilemchilik nazariyasida qayd qilingan tafakkur andizasini manba qilgan bo'lib, uning mohiyati mas'uliyatni boshqalarga ittirib qo'yishdan boshqa narsa emas. Bu xildagi kishilar men mas'ul bo'la olmayman, mening inkos qaytarish shaklini tanlash imkoniyatim yo'q deb qaraydi. İlgili bir o'quvchi mendan mundaq shaklda ruxsat so'ragan edi. Men ruxsat so'ray degan edim. Tenis top atrofdagilar bilan boshqa joyda o'tkaziladigan musobaqaga qatnashmasam bo'lmaydi. Bu musobaqa o'zing xohlab qatnashmoqchimi yoki amalsizlikdan qatnashay deb atamsan? Amalsizlikdan qatnashmoqchi. Qatnasholmasang nima bo'lmoqchi? Meni maktab tenis top atrofini chiqarib etdi. Atrofdan chiqib ketgim yo'q, shundaqmi? Shundaq chiqib ketgim yo'q. Mundaqcha aytganda tenis top atrofidagi a'zolik salohiyatini saqlab qolish uchun ruxsat so'ramoqchi. Shundaqmi? Undaqda qilib qolgan darslaringni qanday qilmoqchisan? Bilmayman. Obdanoq o'ylanib ko'p. Dars qoldirsang nima bo'ladi? Maktabdan hidvetmaydigansiz. Bu o'zingga bog'liq. Tenis top atrofini chiqarib etsa, o'ynalmaydiganing top. Darsdan qolsang, oxiri nima? Ayrıldiğinin maktab. Hep belli. Demek, yana salmoqlik bilan o'ylanib baq. Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, balki men bu musobaqa qatnashishni tanlagan bo'lar edim. Biroq bu xil tanlash hargizmi senga o'xshash amalsizlikdan bo'lmaydi. Keyin bu o'quvchim yana musobaqa qatnashdi, lekin butunlay o'zining xohishi bo'yicha edi. Mas'uliyatni boshqalarga ittirib qo'yish tusidagi gap so'zlar taqdirchilik xohishini kuchaytirib etadi. Bunda xohishdagi kishilarning ideyasi turoqsiz bo'ladi. Ular hadislar xatoliklariga urib zorlanadi, muhitdan, sharoitdan, kimlardandir og'rinadi, hatto yulduz turkumlarini o'z qismatlariga bog'lab oladi. İlgili mundaq bir adamni uchratgan edim. O bana so'zlaganlaringiz nihoyat o'rinliq. Biroq kishilarning ahvoli o'xshamaydi. O'zimni olsam, turmushimni o'ylasamla g'amga patiman. Er-xotin ikkilarning ilgirki hissiyoti yo'q edi. Kechiringlar, qayta o'qiyman. İlgili mundaq bir adamni uchratgan edim. O bana so'zlaganlaringiz nihoyat o'rinliq, biroq kishilarning ahvoli o'xshamaydi. O'zimni olsam, turmushimni o'ylasamla g'amga patiman. Er-xotin ikkilarning ilgirki hissiyoti yo'q edi. Arada yaxshi ko'rish deydigan narsa qolmadi. Sizningcha qanday qilay dedi. Onu yaxshi ko'ring dedim uning javobim. Aytdim bu aramizda hissiyat qolmadi. Hissiyat bo'lmaganligi uchun onu yaxshi ko'ring deyapman. Gapimni tushunmayapsiz. Hozir menda uni yaxshi ko'rish degandan asarmi yo'q. Dal uni yaxshi ko'rmaganligingiz uchun uni yaxshi ko'ring deyapman. Biroq menda uningga nisbatan hech bir qiziqish deydigan narsa qolmagan tursa, uni qanday yaxshi ko'ramayman? Birodar, yaxshi ko'rish degan bu so'z bir xil harakatni ifodalaydigan ibora. Bilishingiz kerakki, yaxshi ko'rish hissiyoti dal yaxshi ko'rish faoliyatining natijasidir. Shunday bo'lgan ekan, siz uni yaxshi ko'ring, onun xizmatida bo'ling, onun uchun qurbon bering, onun qalb so'zlariga quloq soling, onun holiga yeting, onundan huzurlaning, onu muayyanlashtiring. Shundala hissiyat paydo bo'ladi. Onu suyalaysiz. Taraqqiy
Kılgan ellerde yaxşı görüş degan bu ibare amaliy hareketini ko'rsatdi. Biroq pasif kishilar ha desila onu bir xil tuyg'u deb qarab oladi. Hollywoodchi filmlarda hamisha muhabbat bir xil tuyg'u, bu tuyg'u bo'lmaydi ekan, muhabbatni bo'lmaydi degandek qarashlar olg'a surilib, muhabbatga qarata mas'uliyatsizlik targ'ib qilinadi. Amaliyotda yuqoriga o'xshash harakat, ya'ni muhabbat his tuyg'u tarafidan belgilanadi deb qarashning amaliyotda yuqoriga o'xshash harakat, ya'ni muhabbat his tuyg'u tarafidan belgilanadi deb qarashning o'zi og'ir mas'uliyatsizlikdir. Aktif teşebbüskar kişiler emeli hareketi arkalık mihir muhabbetini ifade kılışıdır. Xuddi analar yeni hayatlıkını dünyaya apırdı kılış devamında açık tolgak azabıga berdaşlık bəginidek muhabbetini garazsiz kurban verişini özüge şart kılıdır. Ata-analarının perzentlerine her cihetten etraflı köyünüşü muhabbetin ameli hareket asasını vücutga keltirganligi, yaxshi ko'rish tuyg'usining mushxil hareket asosida ishqa oshadiganligiga yorqin dalil bo'la oladi. Qadrli qarindoshlar, bugungi o'limdor kishilarningki 7 odati degan bu yerdagi birinchi odat aktiv tashabbuskor bo'l degan bu adetninki ma'lum bir kısmını birlikte öğünüp öttük. Hem de kilerik saat inşallah dikkat çemberiki ve tesir çemberiki. Onun dinkin bivas kontrol kılış, vasıtılık kontrol kılış ve kontrol kılalmaslık. Tesir çemberiki dairesini kengeytiş. Ondan başka mubada ve men kılalaymen degan ikki xil ko'z qarash, pozitsiya. Meselenin yeni bir tarafi muqarrar natija degan mazmun. Ondan başqa ahd qilish va ahdida turish. Aktiv tashabbuskor bo'lishga oid oylik tajriba degan mazmunlarni, undan keyin foydali ko'rsatmalar degan ko'rsatmalarni ko'rdik ekanmiz. Canım dostlarım. Ana o'zi bugungi yani o'rgangan dersimiz mishagisha bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Bunun inglizcesi bor ekan, men tor betini chiqarib qo'ydim. Ovozli kitobniki shiyadan biladiganlar tinglab ko'rsanglar bo'ladi. Buni ovozini anglayman deganlarga biz tadbiryay anchor.fm yantosuzluk tedbir yay degan torbetimizni shaga chiqarib qo'ydik. Shadan ko'rsanglarmi, tinchsanglarmi bo'ladi. Yana bir bizningki YouTube kanalimiz bor. Yaga www.tadbiryay.com deb kiysanglar, odulla bizningki YouTube kanalımızga kelisizlar, a'zo bo'lib qo'yishinglarni, boshqalarga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.